ozgina bir nima qilaylik, minnatdorchilik bildiraylik. Assalomu alaykum birodarlar, opa-singillar. Mana bugun bir tasavvufli kunlarimizdan biri. Mana birodarimiz ismingiz kimdir? Jamshidbek va Barxon opalarimiz bugun bir chiroyli tadbirda tashkil etishi, ulug' kunlarda, muborak Ramazon oylarida barchamizni to'plab mana shu yerda bir piyola choy tashkil etishlar, avvalambor ularga minnatdorchilik bildiramiz. Albatta mana shu mehr oqibat borligi yana bir quvonchli holati shuki, hozir gaplashib tursak Jamshidjonda Anshirda borib, Hindistonga borib davolanib kelganlar ekan aksariyat. Alloh mana shunday mo'jizani bergan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Mehmonlarimizni qo'y qadamlariga hasanatlar bo'lsin. Doim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shunday xalqqa xizmatini qilishib, yurishib, hammaga ham hayot shirinda yashashimiz kerak. O'ylaymizki, mehmonlar kamaysin. Yurtimiz obod, bunga katta shukr. Kasallar kamaysin. Mana shunday ulug' kunlarda bir-birimiz mana shu dasturxonlar atrofida o'tirib, hamma dardlarda xuddi bir ertakdek bo'lib qolgan bo'lsin. Qolganga hayotlarimiz shirin, shakar bo'lsin. Farzandlarimizni umrlari bilan bergan bo'lsin. Rizqlari bilan bergan bo'lsin. Kattalarimiz duoda bo'laylik inshaalloh. Mana shunday ulug' kunlarda didor ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Ehson egalari qilayotgan ehsonlari dargohida qabul qilsin. Sog' salomat bo'lsin. Mana shunday kamarbasta bo'lib xalqimizning xizmatini qilishayotgan ekan, bularga ham qalblarida qanday bir shar'iy niyatlari bo'lsa, jamoy amal qilsin. Hozir ojdadalar duo qilishadi. Ular bo'lsa biror oyat o'qisak ham yaxshi bo'ladi. Ulug' kunlarda. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal ladzîne Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu billahi minash shaitanir racim. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya amin. Alloh taolo o'qilgan tilovat Qur'ondan hosil bo'lgan savoblardan, mana yozilgan dasturxondan hosil bo'lgan savoblardan ikki olam sarvari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruhsatlarga barcha o'tgan payg'ambarlar, aziz avliyolar, besh aqrabolarimiz, imom bilan o'tgan ota-onalarimiz ruhsatlarga baxshanda qildik. Alloh taolo shu o'tirishni uyushtirgan mana singillarimiz, aka-ukalarimizga, maytda bizga xizmat qilgan oshpazlar, choypazlar, hamma xizmat qilgan aka-ukalar, singillarimizga Alloh umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Hammamizning xonadonlarimizda tinchlik, omonlik, xotirjamlik, bemorlarga shifo bersin. Umrimizga, rizqimizga Alloh taolo baraka bersin. Robbana atina fid dunya hasana fil oxirati hasanatan qina azobannar. Rahmatga. Mehmonlarimizga bir duo etamiz, mehmonlarimizga. Alloh taolo bularga ham Alloh qo'lini yengil qilsin. Mana Saravarxon ukalarimiz orqali shular bilan mana bordi keldi qildik, ancha shifo topdik, xudo xohlasa. Bularga ham Alloh taolo bularni sababchi qilib qo'ygan. Allohning o'zi shifokor. Alloh taolo bularga ham umriga, rizqiga baraka bersin. Qilayotgan yerga xizmatlarini Alloh taolo o'zini hifz va himoyasida saqlasin. Spasibo. Thank you. Thank you. Ana endi bitta Priyomga kelsa bittadan darrov ko'rib bersin.
Napoleon bu mu? Dai, c'è sessione. Sta